Bugun sizlar bilan jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar, ularning yuqish yo'llari, sabablari, klinikasi va davolash usullari haqida gaplashamiz. Xo'sh, jinsiy infeksiyalar nima? Jinsiy infeksiyalar o'z nomi bilan jinsiy yo'l orqali yuqadigan bakteriya, virus va parazitar infeksiyalardan yuzaga keladigan kasalliklar tushuniladi. Eng ko'p uchraydigani bular xlamidия, gonoriya, siflis, VICH, taksoplazma, ureoplazma va papilloma viruslari kiradi. Bu kabi viruslar organizmda simptomsiz uzoq muddat saqlanib yurgan bo'lishi mumkin. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumoti bo'yicha har yili bu infeksiyalardan 374 milliondan oshiq inson kasallanadi. Bu degani har kuniga 1 milliondan ortiq yangi infeksiya degani. Balki bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Chunki bu infeksiyalarning ko'pchiligi organizmda yashirin holatda saqlanib yurgan bo'lishi ham mumkin. Bu kasalliklarning asosiy yuqish yo'llari tasodifiy va o'ziga tanish bo'lmagan begona partnyor bilan jinsiy aloqa qilish, oral aloqa qilish, analniy aloqa qilish va bu kasalliklarning yuqish yo'llari asosan jinsiy aloqa orqali. Bundan tashqari har xil qon preparatlari quyish, bitta ninadan narkomanlarning foydalanishi yoki terisida har xil toshmasi, yarasi bor bo'lgan odamlar bilan kontaktda bo'lish orqali ham yuqishi mumkin. Eng ko'p uchraydigani bu jinsiy orqali yuqadigan turi hisoblanadi. Ko'pincha o'ziga shubhali bo'lgan yoki tasodifiy jinsiy partnyorlar bilan aloqa qilganda, oralniy aloqa qilganda va anal jinsiy aloqalar orqali eng ko'p yuqadigan usul hisoblanadi. Bu kasalliklarning simptomlari. Birinchi simptomlar bu seyish bilan bog'liq muammolar. Ko'pincha seyish vaqtida juda ham kuchli og'riq va achishish holatlari kuzatiladi. Bundan tashqari siydik kanaldan turli xil ko'rinishdagi sariq va yashil tusdagi ajralmalar ajrala boshlaydi. Bundan keyingisi esa mahalliy simptomlar, ya'ni o'sha jinsiy sohalar atrofida har xil qichishish, achishishlar, turli xil toshmalar va eroziyalar tosh bilan yuzaga keladi. Yana bundan tashqari umumiy simptomlar ham bor. Umumiy simptomlarga kuchli og'riq kuzatilishi, tanada titroq kuzatilishi yoki tana haroratining normadan baland bo'lish holatlari ham kiritishimiz mumkin. Bundan tashqari bu kasalliklarda har bir kasallikning o'ziga xos belgilari ham bo'ladi. Masalan, gonoriya kasalligida ko'pincha siydik kanalda kuchli achishish, og'riq va oqma kelish holatlari kuzatiladi. Papilloma virusida esa jinsiy sohalarda turli xil toshmalar va pufakchalar paydo bo'ladi. Sifilisda esa juda ham kuchli achishish va qichishish belgilari kuzatiladi. Bundan tashqari genital gerpesda ham juda ham kuchli qichishish va achishish belgilari yuzaga kelishi mumkin. Bulardan tashqari ayollarda o'ziga xos belgilar qindan yashil tusli yoki oq, sariq tusli har xil ajralmalarning ko'payishi, jinsiy sohada kuchli achishishlar, diskomfort holatlari kuzatilishi mumkin. Erkaklarda esa ereksiya bilan bog'liq muammolar, seyish bilan bog'liq muammolar va potensiyani pasayishi va sperma sifatining tushib ketish holatlari ham ushbu kasallikning belgisi bo'lishi mumkin. Ushbu kasalliklarning profilaktikasi. Birinchi navbatda tasodifiy va shubhali jinsiy sheriklardan saqlanish. Agar kasallik belgilari jinsiy sherikda paydo bo'ladigan bo'lsa, himoya vositalaridan foydalangan ma'qulroq hisoblanadi. Bundan tashqari maxsus testlardan o'tish, ya'ni tekshiruvlardan o'tish, surtmalar topshirish, kerakli tekshiruvlarni qilish kerak bo'ladi. Keyingi belgilari esa vaksinatsiya. Ba'zi birlarining o'ziga xos vaksinalari bo'ladi. O'sha vaksinalarni o'z vaqtida olish va davolanish kerak bo'ladi. Eng muhim jihatlardan biri esa bu ma'lumot va ongliklik. Ya'ni ushbu kasalliklar haqida va ularning asorati, ular keltirib chiqaradigan kasalliklar haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Ya'ni har bir voyaga yetgan organizm ushbu xavfli kasalliklar haqida keraklicha ma'lumotlarni bilishi shart hisoblanadi. Chunki bu kasalliklar butun umrgacha ketmaydigan asoratlar qoldirishi mumkin. Ushbu kasalliklardan saqlanishning yana bitta usuli har xil qon quyish vaqtida yoki dori-darmonlar qabul qilish vaqtida sterillangan idishlardan foydalanish, bir martalik vositalarni ishlatish va
qo'lqop, perchatka holatlarida qo'llangan ma'qul hisoblanadi. Bundan tashqari, har xil davo muolajalari natijasida qilinadigan jarayonlarda ham ehtiyot bo'lgan maqsadga muvofiq. Jinsiy infeksiyalarni davolash. Bu kabi xavfli infeksiyalarni davolash uzoq muddat davom etadigan jarayon hisoblanadi. Jinsiy infeksiyalarni yuqtirib olgan odamlar davolash bosqichi uzoq muddatli jarayon hisoblanadi. Ushbu tekshiruvlarni qilish shart bo'ladi. Birinchi navbatda sidik analizlari qilinadi, sidik kanalidan surtma olinadi, PCR testlari qilinadi, maxsus qindan yoki spermadan ajraladigan suyuqliklar tekshiriladi. Ushbu analizlarning javoblariga qarab, keyin bakpasiv qilinadi, vaziyatga qarab kerakli antibiotiklar tanlanadi va keraklicha davo taktikasi tuziladi. Unutmangki, bu juda ham xavfli kasallik bo'lib, uning tanadan chiqib ketishi yoki uzoq muddat asoratli bo'lib yurish ehtimoli yuqori. Shu sababli sizga bu juda ham qimmatga tushishi mumkin. Ham moliyaviy tomondan, ham sizni psixologik tomondan ezib qo'yishi mumkin. Shu sababli ushbu kasalliklardan imkon qadar himoyalangan ma'qul yoki o'ziga yuqtirishdan saqlangan afzal hisoblanadi. Ushbu kasalliklardan saqlanish uchun imkon qadar shubhali va begona ayollar bilan kontaktda bo'lmang. Jinsiy aloqa me'yorlariga rioya qiling. Bir nechta partnyor bilan jinsiy aloqalardan saqlaning. Yoki turli xil ninadan, narkotik vositalardan ichishdan va foydalanishdan ehtiyot bo'ling. Keyingi mavzular nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib keting. Kanalimiz rivoji uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Foydali ma'lumotlar hali oldinda.